Biz doim kutamiz nimani? Inshaalloh dushanbadan boshlaymiz. Seshanbadan xudo xolasa yuguraman chiqib, o daryoda bo'yida. Xudo xolasa dushanbadan trenajyorga boraman. Xudo xolasa dushanbadan ovqatni nima qilaman 50% ga qisqartiraman. Doim nimanidir kutamiz. Bilamiz qilish kerakligini. Nimaga shart boshlab olmaymiz? Irodamizning zaifligidan. Tashqaridan kimdir kelib bir kun bizni nima qilib qo'yadi? Tuzatib qo'yadi-da. O'shuning uchunchi biznikilar des tashash kerak desa, nima yeyish kerak deydi. Mana kasaldan qutulish kerak desa, nima ichish kerak deydi. Biz albatta bir narsa yeyishimiz kerak. Yo bir narsa ichishimiz kerak. Vesimiz o'rniga tushishi uchun, figuramiz tekis bo'lishi uchun, bir kasaldan qutulishimiz uchun albatta yeyish kerak-da. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. O'zi yeb kasal bo'ldik o'zi.